allergiyasi bor, astmasi bor aka-ukalarimizga zominni eng zo'r joylaridan zo'r dacha to'g'ib qo'ydim. Dacha aylanasiga, tog' o'rtasiga barpo etilgan. Sharoitiga gap bo'lishi mumkin emas. Qarang, bu yoqda 2 kishilik xonalari bor. Bu yoqda 3 kishilik xonalari bor. Bu yoqda sanuzellari bor. Bu yoqda spalniy xonasi bor. Bu spalniy xonasining ichida sanuzellarigacha bor. Bu tarafda ham spalniy xonasi bor. Eng zo'ri dachani orqasida yana bitta dachasi bor. Bu dachani ham atmosferasi vashim dahshat. Zo'ra qarang. Bu dacha ham qarang, tog'ning tagiga barpo etilgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Qarang, bu dachani ham 3 ta besatkasi bor ekan. Zo'ra. Dachani qarang, mana shunaqa shashlik qilish uchun joylari ham bor. Yozgi oshxonasi bor, qishki oshxonasi bor. Xullas, komfort akalar. Hozir pastki qavatini ko'rsataman bu dachani. Zominda eng zo'r dachalardan bittasi. Pastki qavatida ham sanuzeli bor. Sanuzelning ichida hamma sharoitlari bor. Bu tarafda mehmonxonasi. Mehmonxonasi nima debdi akalar? Qaranglar. Akalar, bu yerda xo'li bor, oilaviy mazza qilib kelib dam oladigan joy. Bu yog'i qishki oshxonasi sharoitlariga gap bo'lishi mumkin emas. Hovlisini atmosferasi vashim dahshat. Qarang. Zo'ra, sharsharadan suv pramoy mana shu besatkani tagidan oqib o'tadi. O'z joyingizni band qiling. Pastga telefon nomerlarini yozib qo'yganman. Lokatsiyasi Telegram kanalimga tashlab qo'ydim.